Nimaga? Sizlarni ketib tepib namoz qilib chiqmasa, o'zlarini bilib chiqmaysizlar. Oldimga tush. Eski do'stlar Eski do'stlar Yo'qdir. Manalar ko'ryapsizlarmi? Bolalar, nechinchi yilsizlar? 2015. Daji kecha tuxumdan chiqqan 2015 lar o'tiribdi. Bizlar qachon o'tiramiz? Qachon o'tiramiz? O't, kunga o't, master klass, o'tir. Churaqalar, bizlar ham sizlarga o'xshamanda o'tirishimiz uchun nima qilishimiz kerak? O'rgatinglar-da. Ma, yozing kunga. Endi birinchi o'rindan xotindan qo'rqmaslik kerak. Yozinglar, ayniqsa senga taalluqli gap bo'ladi. Yap. Kesimdoshlar guruhasi o'qib chiqib ketman. Yozib ham turish kerak. Agar guruhingizda Siroj, Sardor, Bobur degan bolalar bo'lsa, toqqa chiqib bo'lmaydi. Nimaga? Chunki ular har doim qizga pul topadi. Jo'ralarga kelganda pulim yo'q, sharoitim yo'q deb bahona qiladi. Arvochchalar, tuchkasi ko'ryapti-ku bular. Yana birlashib toqqa chiqish uchun A yoki B sinflarda o'qigan bo'lishi kerak. DVG sinfda bolalar komment portlatishini ko'rasan endi birgacha. Bolalar ozgina piyozinglar bilan uksusinglar bo'lsa, burchab qilib turinglar. Dugonalarimiz bilan dam olib, shashlik yeb o'tiruvdik-da. Daji ayollar damoqdan chiqadi. Bizlar qachon chiqamiz? Qayga? Ey, jo'ra xafa bo'lmaysan, xotindan so'ramay chiquvdik. Tez bormasak o'ldiradi. Ha, onasimiz kecha tuxumdan chiqqan bolalar mayli, daji ayollar toqqa chiqib dam olayotganda biznikilar biri olmish santimetrlik xotindan qo'rqib toqqa chiqolmayapti. Ha, sinfdoshlar, qachon biz ana bunday bir odamlarga o'xshab dam olamiz? Qachon?